Rus dunyosi mafkurasining asoschilaridan biri hamda Kremlparast propagandist Aleksandr Dugin Moskva suveren Armaniston, Gruziya, Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston mavjudligini qabul qilmasligi kerak dedi. Duginning aytishicha, sobiq Sovet respublikalari Rossiyaning bir qismiga aylanishi kerak. AQShning Venesuelaga qarshi harbiy operatsiyasi hamda AQSh prezidenti Donald Trampning Yevropa ittifoqi a'zosi va Washingtonning NATO bo'yicha ittifoqchisi bo'lgan Daniyaning avtonom hududi Grenlandiya suverenitetiga nisbatan tahdidlari haqida izoh berar ekan, Dugin xalqaro huquq yetakchi davlatlar manfaatlarini qoniqtirmay qolganini ta'kidladi. Shuningdek, u uch qutbli dunyo haqida qarashlarni ilgari surib, Rossiyani AQSh hamda Xitoy qatorida sanadi. Bu tizimda Rossiya kuch markaziga aylanib, Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkaz mamlakatlarini nazoratga olish kerak. Duginning ta'kidlashicha, suveren Armaniston, Gruziya, Ozarbayjon, Qozog'iston, suveren O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonning mavjudligini qabul qilib bo'lmaydi. Ular yoki biz tomonimizda yagona ittifoqimiz tarkibida bo'ladi, yoki G'arb, Yevropa ittifoqi Amerika uchun, ayrim holatlarda esa Xitoy uchun tayanch maydoniga aylanadi. Dugin, Solovyov va boshqa shunga o'xshash shaxslarni insonlarning reaksiyalarini sinab ko'ruvchi karnay desa ham bo'ladi. Bu bayonotlarning barchasi Kremlning haqiqiy fikrlashining bevosita dalilidir. Bugungi kunda Tramp eski dunyo tartibini tezda yo'q qilish uchun kovboy usullaridan foydalanmoqda. Kovboy mentalitetida kuch namoyish etish tendensiyasi ustunlik qiladi va hech kim unga aralashishga jur'at eta olmaydi. Hamma jimgina rozi bo'lishi va bo'ysunishi kerak. Amerikaning bugungi kunda ustuvor strategik maqsadi Xitoyga qarshi kurashdir. Washington Markaziy Osiyoni Xitoyga qarshi maydon sifatida tayyorlamoqda. Shu bilan birga Rossiyadan amerikaliklar Ukraina ssenariysiga amal qilib, Xitoy chegaralarida yangi urush qo'zg'atish uchun foydalanishlari mumkin. Rossiya dunyosi mafkurasi Duginning Markaziy Osiyo haqidagi bayonoti yangi Rossiya maxsus operatsiyasi uchun yo'l ochadi. Super kuchlar deb ataladigan davlatlar barqaror qadriyatlarga ega emaslar va bu davlatlar ichidan yemiriladi. Ular o'rtasidagi munosabatlarni barbod qiladi. Ehtimol bu Alloh taoloning o'z diniga yordam berishi va g'alaba qozonishi uchun o'rnatgan yaxshi qonunlaridan birining xabarchisidir. Birinchi islom davlati paydo bo'lgan davrda ikki buyuk kuch, Fors va Rumning ahvoli shunday edi. Ular o'rtasidagi nizolar doimiy bo'lib kelgan. Alloh taolo aytadi: وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Qachon Alloh biron qavmga yomonlik, balo yuborishni iroda qilsa, bas uni qaytarib bo'lmas va ular uchun undan o'zga hokim yo'qdir.